Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli skuter obunachilari. Bizga xudo xolasa bugun 2026-yil 27-yanvar CU modeldagi 3 g'ildirali skuterimiz kelgan. Ko'cha tilida, xalq tilida aytilganda Xo'jakala skuteri kelgan. Xudo xolasa buni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ranglari ham, rosa ham chiroyli kelgan. Hop, dizaynlari o'ta ham betakror qilib ishlangan. Narxlari ham ancha arzon narxlarda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bitta like bosib, sizga hozir buni ko'rsatib o'tamiz. Hop. Skuterimizni birinchi o'rinda akkumulyatorlariga keladigan bo'lsak, eng muhimi, chunki bu elektrda harakatlanadi. Benzin, gaz hech nima qo'ymaysiz, elektronli bo'ladi. Shuning uchun akkumulyatordan boshlaymiz. Akkumulyatori 5 ta 32 li akkumulyatordan joylashgan. Bitta zaryadi bilan hozirgi kunda 40 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tsangiz bo'laveradi. Maksimal tezlik 35-40 tezlikda harakatlanadi akalar. Oldilariga e'tibor beramiz. Oldingiga nisbatan ancha kattalashgan, oldilari ham dizaynlari chiroyli bo'lib kelgan. Faralari LED fara qo'yilgan, dvornilar ishlaydi. E'tibor beramiz, keyin oldi tormozlari jiddiy qilib ishlangan. Oldingilarda oldi tormozi yo'q edi pashti. Hozirgina tormozlari ham jiddiy bo'ladi. Keyin g'ildiralari ham kattalashgan, hamki sakadiskada bo'ladi. Xo'p, akalar, yana bitta eng zo'r tomoni bu skuterimizni asosan xo'sh tog'alarimiz, xo'jonalarimiz minadi. Shularga qulay bo'lish uchun bu skuterimizda qarang, ham oyog'ida, hamki qo'lida tormozi bor. Xohlaganini ishlatsa bo'laveradi. Oyoqqa qiynaladigan qo'lga qiynaladigan oyoqdagi tormozini ishlatsa bo'laveradi. 1, 2, 3 ta tormoz bilan jihozlangan, yetmaganiga bu yerda ruchnoy tormozi ham bor. Xo'p, tablosida voltini, skorsini, speedometrini, yurgan kilometrini, zaryadini ko'rsatib turadi. Hop, zatning kamerasi bor. Mana uni bitta yoqsiz. Mana zatning kamerasi yonadi, ko'rdingizmi? Ancha muncha mashinada yo'q zatning kamera. Mana shu ixchamgina ishlangan skuterimizda bor. Hop, dvornilar ishlaydi. Telefoningizni zaryad qilib ketsangiz bo'laveradi. Yonida cho'ntechalari bor. Yonlarida bakovoylari ham qimmat bakovoydan qo'yilgan, ancha yaxshi dizaynlar. Tom qismlariga e'tibor beramiz. Tomlarida ham oldin bir qavatli edi, hozir 2 qavatli bo'lgan tomi. Hop, keyin orqasida 2 kishini olib ketaverasiz bemalol. Orqasiga 2 kishi sig'adi. Sidinalari yumshoq qilib ishlangan, orqasiga ham suyanchiq qo'yib qo'yishibdi bu safargisiga. Rasa ham dizayni qulay, o'tirgani, mingani rasa ham o'ta ham ideal variant. Oldilari ham ancha keng, bemalol oyog'ingizni qo'yib o'tirib ketsangiz bo'laveradi. Hop, orqasida 2 kishini, oldida 1 kishini olib ketsangiz bo'laveradi. Lekin yana bitta maza qilgan tomoni, yana bitta zo'r tomoni, oldingi xuddi shunaqangi 3 g'ildirali skuterlarda ko'rmagan, bilmagan narsamiz, kelmagan narsa qarang. Oldidagi o'rindig'i kichkina edi. Hozir 100 kilogramm bo'lsa, bo'ydor akalarimiz, og'ir vesli akalar bunga chiqadigan bo'lsa, sig'mas edi. Hozir buni yonlarini ham, sidinasini ham katta qilib qo'yishibdi. Endi bemalol o'tirib, oldilarini ham keng qilib qo'yishgan, oyog'ingizni yoyib olib ketsangiz bo'laveradi. Shunaqa. Akkumulyatorlari ham keyin 32 li akkumulyatordan qo'yilgan, 20 tali akkumulyator bor. Bu yerdan zaryadga qo'yasiz. E'tibor beramiz, akkumulyatorlari ham 26-yil 01-30. Ko'ryapsizmi? Akkumulyatorlari ham yangi, xudo xolasa. 5 ta shunaqangi katta 32 li akkumulyatordan qo'yilgan. Bu skuterimizni masofadan boshqarsangiz ham bo'laveradi. Lekin mana ko'ryapsizmi? Qarang. Hozir mana shu turishda skuterda minib yurgizib ketsangiz bo'laveradi. Yurdi mana shunda minaverasiz. Hop, ochig'ini bosadigan bo'lsangiz o'chadi. O'chdi. Shunday holatda minib ketaverasiz. Hop, xarajatga boradigan bo'lsangiz, yuklarimni qayerga solaman siz? Bu yerda kaliti bor. Burasida orqasi ochiladi. Bemalol sondiq bo'ladi. Orqasiga xarajatingizni, yukingizni solib, bekitib ketaverasiz. Qarang. Mana bu zaryadchiga 60 volt 32 amperli zaryadchi, originalli zaryadchiga. Hop, bunisi kitobchasi, texpasporti deyiladi, shunaqasi. Lekin mana bu salafan. Xohlasangiz buni o'zingiz o'rab olsangiz ham bo'laveradi.
yonlariga o'rab olsangiz, kak mashina bo'lib qoladi. Qishda mingani salafanni qo'yib minsiz bo'laveradi, yozda olib tashlasangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz qo'yib beramiz, xohlasangiz o'zingiz qo'yib olasiz. Shunaqa xizmatlari ham bor. Xo'p, orqalari ham to'silgan, ko'pini orqalari ochiq bo'ladi. Buni orqalari ham to'silgan, aynaga bor. Orqa faralariga e'tibor beramiz akalar. Faralari ham o'ta ham go'zal qilib ishlangan. Mana bu narsa kamerasi bo'ladi. O'chirib qo'ying. Ha, kamerasi bo'ladi. Yoqiydigan bo'lsangiz, mana faralar yonishiga e'tibor beringlar akalar. Afisha go'zal-ku, o'ta ham go'zal. Keyin bu skuterimizda motorlari ham baquvvatidan qo'yilgan, 4 tali purjinka bor. O'tgan safarlarga nisbatan 4 tali purjinkalar qo'yilgan mana. Orqadan, yondan ko'rinishlari. Yurishi ham ancha yumshoq. Maksimal yuk ko'tarishi 280 250 kggacha bo'lgan yukni ko'taraveradi. Hop, viloyatlarga dostavka xizmatlarimiz mavjud. Bemalol bog'lanaverasizlar. Hop, skuterimizni narxiga keladigan bo'lsak, bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, Telegram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, shu ko'rib turgan skuterlaringni atiga $1000 ga beraveramiz akalar. Xudo xolasa bosib oladigan joy. Eng oldisini, eng yaxshisini minaman deydigan akalarga yoki da bo'lmasa, hoji aka, xorij tog'alarimizga sovg'aga olib bermoqchi bo'lsangiz, bemalol ideal variant shu bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona Quvada joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. Hammalaringni do'konimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.